Xilvat ya sizni Allohga ko'tirdi yoki azgalga tashlaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vazkur robbika fi nafsika tadarruan va khifa", ya'ni Robbingni yelingan ve korkan halda içinde yad etken deydi. İnsan xilvatda Allah Taala bilan buluş, onunga yelinish ve samimiy munojaat qilish orqali onunga yaqinlik hosil qildi. Mertebesini ko'tardi. Bunun aksicha ba'zi insonlar xilvatda bo'lganlarda gunoh qilib Allah Taalaga osiylik qildi. Ular qilmishlarini insonlardan yushirdi, ammo Allah Taaladan yushirmaydi. Çünkü ular Allah Taala'nın jazolashidan qo'rqishning o'rniga insonlarning ayiblashidan bakrak qo'rqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga "Men sizlarga qiyomat kuni tihomat egidek katta amallar bilan kelgan bo'lsa-mu, amallari butunlay bekor bo'lib ketib, tuproqda tuzib ketadiganlarni aytib beraymi?" dedi. Sahabeler "Aytib bergeyler ya Rasulullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ular sizlerden ve aranlardaki kişilerdir. Ular sizler bilen ibadet kılıdı. Yalğız kalganlarda bolsa haram işlerini kılıdı dedi. Haram işler Allah Taala çekilgen işlerinin hemmisini öz içine aldı.